Leksiyelerimizi devamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. Endiki leksiyenin mavzusu Tayvan küldü. Yaponiyanın kılgallardan Jungo sakrashga başladı. Mavzulu haber 12. ayın 29. gün bence tor betida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Yaqindan beri diplomatik paranlarning hali bo'lolmagan Tayvan den yana bir yangi xabar chiqib keldi. Yaponiya Tayvanda qurgan dariza ko'znagichilik o'rnining nomini o'zgartdi. Ko'znagichilik o'rnining nomini o'zgartdi va Yaponiya Tayvan aloqalashish jamiyati deb atadi. Bu hareket talaş tartış peyda kıldı yani. Derize közneki var idi Yaponiya Tayvan oturuşki münasebette Yaponiyanın Tayvan'da kurulan derize közneki var dedi. Hazır bunu özgertip bunun ismini Yaponiyanım dedi. Yaponiya Tayvan alakalı cemiyeti de atadı. Bu hareket talaş tartış peyda kıldı. Hatta Tayvan matbuatı bu işine diplomatiya sahasında büyük çıkış dep atadı. Belki Tayvan yakından bir izchil Jungo'nu gazaplandırdıgan sözler buluvatkan bir joy edi. Dünyadaki nurgun devletlerge okşaş Yaponiya bilen Tayvan el-ara ve rayin karakterlik berip gelişini saklap kelivatkan edi. Yaponiya bir Jungo'nu itiraf kılattı. Tayvan Jungo'nun bir kısmı degenini koşup koyattı. Alakadar taraflık bombagan ahval aslında dünyada köplegen devletler Yaponiya, Angliya, Germaniya ve Amerika Koşmuş Ştatları okşaş köplegen devletler Tayvan'da vekillik organ kurgan edi. Vekillik organları her xil isimlerini koyup bu organlarını emniyetdeki baş elçixanaga, mesela Amerika Tayvan Cemiyeti degendek elçixanaga aylandırgan. Yaponiya Kyoto agentliği haber kılıp mundaq görset. 12. ayın 28. günü Yaponiya Tayvan'daki derizesiye közlegeni cemaat maliye guruyu kanuni vekilleri alakalışı cemiyeti degan isimni hem de cemiyetin namını kiler yıl 1. ayının 1. günden başlap cemaat maliye guruyu kanun vekilleri Yaponiya Tayvan alakalışı komiteti qilib o'zgartganligini jakar. Yaponiya aloqalish jamiyati degan ismga Tayvan degan ikki xatni qo'shib qo'yganligi to'g'risida Tayvan tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Pingling mundaq ko'rsatdi. Biz kelgusida Tayvan bilan Yaponiya aloqalashishni kuchaytiramiz. Bu yangi ism bu jamiyatning Tayvanda qanday xizmat qilishining mazmunini ko'rsatib berdi va Tayvan Yaponiya munosabatlarining to'g'ri nishon qilib taraqqiy qilayotganligini ham ko'rsatib berdi. Aşkarı materyallarının aşkarılışta 1972 yıl Yaponiya Cumhurbaşkanı hükümeti bilen diplomatik münasebetini üzgendiğin kiyen. Yaki 1976 yıl. Şu ile 12. ayının 1. günü alakalış cemiyeti kurup Yaponiya, Tayvan, Soda Teknika, Medeniyet Katarlık el-ara alakalışış münasebetlerini saklap gelgen idi. Tayvan Yaponiyada Sharqi Osiyo munosabatlari komiteti deb organ qurgan. Yaponiyaning Tayvanda aloqalish jamiyatining ismi o'zgartishi darhol Jungoning noroziligini qo'zg'adi. Ism o'zgartirilgan kuni, ya'ni shu haftaning 3. kuni Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying mundaq ko'rsatdi. Yaponiya tarafining Tayvan masalasida qo'llangan pasif harakatlari biz norozilik bildiramiz. Jungo her qandaq ikki Jungo ve bir Jungo bir Tayvan qurish urinishlarga qat'iy qarshi turdi. Demak bayonot Hua mundaq ko'rsatdi. Yaponiya axborotida belgilangan prinsiplarga va hozirgacha Jungo tarafga bergan va'dalarga amal qilib, Tayvanga munosabatli masalalarni to'g'ri bir taraf qilishga, xalqaro jamiyatga xato signal bermaslikka haydakchilik qilamiz. Jungo'nun yarışarı vaqt geziti Yaponiyanın Tayvanda isim o'zgartish voqeasini Yaponiyanın Tayvan masalasi chakanalak qilganligi deb ko'rsatdi. Tayvanda nashr qilingan erkinlik vaqt geziti bu ish Yaponiyanın Tayvan masalasida diplomatik bo'sish hosil qilganligi deb ko'rsatdi. Tayvan geziti mundaq deyildi. Xabarda mundaq deyildi. Bu ish garchi kichik ish taşlangan bir qadam bolsa mı, lekin Tayvan xalqining ishonchiga texmi ishonch qo'shdi va Tayvan xalqini ilhamlantirdi dedi.
40 yıl işletken isimli neymiş ki Yaponiya hazırkı vakit özgertti. Yaponiya çavri işim ben haber kılıp bunda ko'rsat. Yaponiya keltirgen sebep şu ki zaman özgerdi. Haberde bunda ko'rsildi. İsimni özgertish umumiy tunishni yuqori ko'tarish uchundir. Növbəti işiltilib atqan Tayvandagi organning ismida Yaponiya degan ikki xat yo'q edi. Bugun bu ism qo'shildi. Tayvan degan ism yo'q edi. Bugun bu ism qo'shildi. Demak bu Jungo Yarshar Gizning bagan ba'zi. Hurmatli vatandoshim, Turan apandi va boshqa vatandoshlarım, bu qatim Prezident Trump, Amerikada yangi saylangan Prezident Trump hozir Latin Amerikasiga siyosiy ziyoratga kelish oldi turgan Prezident Sayyin xonimning Amerikada chegarada o'tishi belgilandi. Hozir bu chegara biri San Fransisko, yani birisi Houston, yani Texas ştatının merkezi Houston şehri bilan o'tdi ekan. Qaytarda qaysi bilan o'tdi, kelardi qaysi bilan keladi bu ma'lum emas. Şu ağırlıkta Reuters agentligining xabarda sizlarga anglatdik. Prezident Trump, Prezident Sayyin bilan ko'rishimdi yo'q degan masala bo'yicha fikr qildik. Endi yaqindan bir hozir bu savol muxbirlar tarafidan Prezident Trumpga qo'yilgan ekan. Lekin Prezident Trump ko'rishiman, men vaqtni to'g'rilab ko'rishiman degan mazmunda so'zlabdi. Siz Turan apandi ham anglisidan shunday ko'ribsiz. Bundaq bir o'ylab boqaylik. Hozir Prezident Sayyin xonim San Fransiskoda o'tadigan bo'lsa, qaytardi yoki kelishida Houston, Texas shtatida o'tadigan bo'lsa, Prezident Trump apandi hozir Nyu-Yorkda turayotgan bo'lsa, bu orliq hali musofa va degan gap. Bu yerda bu orliqda Nyu-Yorkdan uchib berib Houstonda yoki San Fransiskoda Prezident Trumpning Prezident Sayyin bilan ko'rishishi mumkinmi yo'qmi degan savolni qo'yish to'g'ri keldi. O'tganda ko'proq umidvor bo'lib ketdikmi qandaq, lekin ish bu darajada jiddiy bo'lmasi kerak turadi apandi. İş bu derece ciddi bo'lib ketsa, xalqaro jamiyatmi, shundaqla aloqador davlat Jungomi yoki Tayvan bo'g'ozining vaziyatimi yaman jiddiy bo'lib ketsa, bunga bardoshlik bera olmasa kerak. Shunga lekin bu yerda siz deganday Anglisiyada ko'rgandek, yangi saylangan Prezident Trump Sayyin bilan ko'rishadiganligini qayd qildi. Mushuning o'zi bir gap. Biz endi 1-oyning 20-kuni Prezident Trump vazifa topshirib olish nutqida nimalarni shu kunni biz 4 ko'zimiz bilan kutyapmiz, taqozo bilan kutyapmiz, hurmatli Turan apandi.